Hammaga assalomu alaykum. Bugun 15 fevralda turk tilida milliy sertifikat imtihoni bo'lib o'tdi. Bugun tushgan yozma bo'limini birinchi bo'limini bir va biri ikkinchi qismlar savollari va bu savollarga yozish kerak bo'lgan javoblarni ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi qismda oldin nima qilish kerakligi yoziladi va bir rasmiy e-posta, keyin bir do'stingizga norasmiy e-posta va yana sizga qayerdan e-posta maktub kelgan bo'lsa, qayta rasmiy maktub yozishingiz so'raladi. Demak, bugun tushgan savolda shunday deyapti. Ad soyadingiz Bilge Güney. Shehrinizda 80 yillik eski tren binosining yıkılarak yerine modern bir yapı yapılması planlanmaktadır. Bu konuyla ilgili belediyeden aşağıdaki e-postayı aldınız. Demek endi e-postani o'qiymiz. Sayın vatandaşımız, son dönemde eski tren binasının geleceği hakkında halkımızdan görüş ve öneriler almaktayız. Bu yapının korunması ve yerine yeni bir bina yapılması konusundaki düşünceleriniz bizim için önemlidir. Görüşlerinizi bizimle paylaşmanızı rica ederiz. Saygılarımızla Belediye Başkanlığı. Demek biz bu rasmiy e-postadan bildikki bu belediye başkanlığından yani belediyeden kelgan ekan. Demek biz uchun berilgan vazifa Görev 1.1. Bu konuyla ilgili arkadaşınız Arena bir mektup yazın. Bu kararın sizi nasıl etkilediğini, düşüncelerinizi ve duygularınızı anlatın. Demek bu yerda siz qaysi ismga maktub yozishingiz yozilgan. Agar biror bir ism berilmagan bo'lsa, siz xohlagan bir ismni qo'yishingiz mumkin, lekin bu yerda aren berilganligi uchun aynan aren deb yozishimiz kerak bo'ladi. Bu do'stimizga bo'lganligi uchun birinchi qism norasmiy bo'ladi va unda rasmiy ifodalarni ishlatmaymiz. Demak, do'stimizga yozamiz. Yuqorida ad soyadingiz Bilge Güney dedi. O'shaning uchun demak ismimiz ham Bilge. Xo'p, demak, birinchi bizga berilgan görevning javobi biz yozishimiz kerak bo'lgan norasmiy e-posta qanday bo'ladi? Sevgili Aren. Demak, norasmiy bo'lgani uchun sevgilini ishlatdik va ismi Aren. Boshlaymiz. Mana shu sevgili Arendan keyin, ya'ni murojaatdan keyin biror bir narsa satr yozmaymiz. U yer bo'sh qolishi kerak. Pastdan yozamiz. Şehrimizdeki 80 yıllık eski tren binasının yıkılıp yerine modern bir yapı yapılacağını duyduğumda gerçekten çok üzüldüm. Bu bina benim için sadece eski bir yapı değil, aynı zamanda çocukluğumdan hatıralar taşıyan özel bir yer. Ailemle orada geçirdiğimiz anları hatırladım. Elbette şehirlerin gelişimi önemli. Fakat tarihi değerlerin korunması gerektiğini düşünüyorum. Bu karar beni hem düşündürdü hem de duygulandırdı. Mana shu yerda arenga yozdik. Rasmiy emas. Fikrlarimizni, hissiyotlarimizni bu qismda yozishimiz mumkin, norasmiy bo'lganligi uchun. Avvalo nima uchun yozayotganimizni aytdik, ya'ni 80 yillik eski o'sha poyezd binosi gar deyiladi. Yiqilib o'rniga, ya'ni buzilib o'rniga bir zamonaviy bino qurilishi haqida eshitdim va judayam xafa bo'ldim. Bu bino men uchun faqat bir qurilish emas, ayni zamonda bolaligimdan xotiralar bo'lgan bir yer edi. Oilam bilan u yerda o'tgan vaqtlarimizni esladim. Shaharlarni rivojlanishi
muhim, lekin tarixiy qadriyatlarni ham saqlab qolinishi kerak deb o'ylayman. Bu qaror meni o'ylantirib qo'ydi hamda ta'sirlantirdi, deyapmiz bu yerda. Endi oxirgi xayrlashish qismida sevgilar bilga. Biz bu yerda norasmiy yozayotganimiz uchun, do'stimizga yozayotganimiz uchun bilga deyishimiz yetarli. Bilga Guney deyishimiz kerak emas. U rasmiyda bizga kerak bo'ladi. Mana shu yerda murojaat va xayrlashishda o'sha samimiy ishlatiladigan so'zlar va matnda tuyg'ularimiz, hislarimizni ochiq aytishimiz mumkin. Birinchi, ya'ni 1.1 qism shunaqa bo'ladi. Endi birinchi bo'linma ikkinchi vazifasi. Belediyeye bir geri e-posta yozing. Bizga belediyadan kelgan edi. Qaytarib yana bitta maktub yozing deyapti. Eski tren binosining yıkılmasının olasi etkilarini karşılaşılabilecek sorunları ve çözüm önerilerinizi açıklayın. Do'stimizga yozdik. Endi aynan bizga qayerdan maktub kelgan bo'lsa, shu yerga yozishimiz kerak bo'ladi. Bu qism rasmiy bo'ladi. O'shaning uchun bizning murojaatimiz ham, yozayotgan gaplarimizda ham rasmiylik bilinib turishi kerak. Demak, birinchi boshlayapmiz sayin bilan. Sayin belediya yetkililari. Mana bu yerda sayin yetkili desak ham bo'lardi. Aynan belediya bo'lgani uchun sayin belediya yetkililari, ya'ni bu ishni belediya qilmoqchi, belediya buzmoqchi, belediya so'rayapti. O'shaning uchun belediya yetkililari desak bo'ladi. Faqat yetkili desak ham xato emas. Demak, matnimiz shehrimizda 80 yillik geçmişe sahip eski tren binasının yıkılmasına ilişkin plan hakkında görüşlerimi paylaşmak isterim. Mana paylaşmak isterim. Paylaşıyorum değil, paylaşmak isterim. Daha rasmi. Bu yapının ortadan kaldırılması kentimizin tarihi kimliği ve kültürel belleği açısından önemli kayıplara yol açabilir. Yani ortadan kaldırılması. Bu ham rasmiy so'z. Söz konusu bina yalnızca bir ulaşım yapısı değil, aynı zamanda kuşakların hatıralarini barındıran simgesel bir mekandır. Yuqorida biz aytgandik-ku, bolaligimdan xotiralarim qolgan u yerda, oilam bilan o'tkazgan vaqtlarimni esladim deb do'stlarimga samimiy qilib, hissiy qilib aytgandik. Endi ana shuni rasmiyatga dökdik. Ya'ni rasmiy qilib ifoda qilyapmiz belediya boshqonligini. Mana shu yerda so'z konusu. Mana shu ifoda ham muhim. Biror bir yuqorida aytgan gapimizni takrorlamasdan ana shu haqida aytayotganimizni bildirish uchun muhim va chiroyli ifoda so'z konusu. Ya'ni so'z konusu bino, bu yerda so'z konusu bino o'sha eski tren gari bo'ladi. Yıkım süreci çevredeki esnafı ekonomik açıdan olumsuz etkileyebilir. Bölgedeki sosyal hareketlilik azalabilir ve geçici trafik ile güvenlik sorunları ortaya çıkabilir. Bizdan so'raganda qanaqa hani olumsuz etkilari bo'ladi, o'shalarni ayting deganda, hozir biz shularni aytyapmiz. Ayrıca yerine yapılacak modern yapının mevcut mimari dokuya uyum sağlamaması durumunda shahar estetiği zarar görebilir. Ya'ni qanaqa olumsuz narsalar bo'ladi, salbiy narsalar bo'lishi mumkin. Fikrlarimiz buni aytdik. Endi bizdan buni yechimini ham so'ralgandi. Shu yechimga o'tamiz. Bu doğrultuda mana shu ifodani ham foydalansak bo'ladi. Ya'ni so'z konusu birinchisi, keyingisi esa bu doğrultuda. Ya'ni bu haqida, mana shu masalada degan ma'noda keladi. Bu doğrultuda binoning tamoman
yıkılması yerine uzmanlar tarafından teknik incelemeye tabi tutulmasını, mümkünse restore edilerek kültür merkezi, sergi alanı veya kent müzesi olarak değerlendirilmesini öneriyorum. Demak, endi önerimizga, ya'ni taklifimizga o'tdik. Mana shunaqalar qilsak bo'ladi buzish o'rniga. Chunki biz boshidan buzilishiga, ya'ni qarshi fikrdan boshladik. Yani do'stimizga aytdik birinchi, endi rasmiy holatda Belideyaga aytyapmiz. Ana shu bizni fikrimiz davom etishi kerak. Men do'stimizga voy xohlamayman buzilishini deb bu yerda rasmiyda buzilgani yaxshi, modern binolar qurilgani yaxshi deyolmaymiz. Bizni fikrimiz aynan davom etishi kerak. Faqat birinchisida norasmiy, ikkinchisida esa ana shu fikrlar rasmiyatga dökülmesi lozim. Xo'p, böylece hem tarixiy meros korunur hem de şehir yaşamına işlevsel ve sürdürülebilir bir katkı sağlanmış olur. Bu yerda ham o'sha taklifimiz ketyapti. Mana shunaqalar bo'lsa, shunaqa natijaga olib keladi. Görüşlerimin dikkate alınmasını rica ederim. Oxirida o'sha xayrlashish nimasidan keyin qolipidan oldin yoziladigan bir gap bor. Bitta yoki ikkita bo'lishi mumkin bu gap. Görüşlerimin dikkate alınmasını rica ederim. Yani isterim değil de rica ederim. İsterim do'stunuz, yani arkadaşınıza söyleyebilirsiniz ama rica ederim daha rasmiy. Hani biru ikkinchi qism uchun mos. Keyingisi ham demak saygılarim bilan. Biz yuqorida biru birda sevgilini ishlatgan edik. Bu yerda esa saygılarim bilan bizga yuqorida ism familiyamizni aytdi. Qaysini qo'llanishimiz kerakligini o'sha Bilge Güney shaklida aytyapmiz. Yuqorida do'stimizga faqat Bilge degandik. U bizni familiyamizni zotan biladi. Norasmiy maktubda shart emas ism familiya bo'lishi. Rasmiyda esa aynan ism familiya yoziladi.